Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Asar muhokamalarida, tahlillarida davom etamiz. Keling, Aziz Nesinning Hushtak afandim hikoyasini birgalikda ko'rib chiqsak. Bir necha kanal obunachilari aynan shu hikoyani qayta-qayta so'raganligi uchun harakat qildim shu hikoya bilan bog'liq o'zimning mulohazalarimni siz bilan bo'lishga. Demak, mutolaadan oldin an'anaviy savol beramiz. Ko'chada ketayotganingizda kimdir hushtak chalsa, hushyor tortasizmi? Tasavvur qiling, ketyapsiz, kimdir hushtak chaldi. Qaraysizmi? Menimcha ha. Va sizningcha hushtak nimaning ramzi? Nimadandir ogohlantirish, to'xtatish, e'tiboringizni tortish. Ko'pincha hushtak menga masalan yo'l patrul xizmati xodimlarini eslatadi. Go'yoki ular qandaydir bir falokatning oldini olish uchun to'xtatayotgandek tuyuladi. Ikkinchi savol. Murod Muhammaddo'st ssenariysi asosida suratga olingan Ro'yo Okaxon filmini ko'rganmisiz? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan bu filmni qidirib toping, ko'ring va nima uchun aynan shu filmni Hushtak afandim hikoyasi bilan bog'liq holda eslayotganimni tushunishga harakat qiling. Yoki mashg'ulot oxirida keling shunga qaytamiz. Hushtak afandim. Rosa holdan toyganman. Toleim pastga o'xshaydi. Qayerga ish so'rab bormayin, yo'q degan javobni olaman. Ahvoling nochir bo'lgandan keyin miyaga har xil bo'lar bo'lmas fikrlar kelaverar ekan. O'zim Machkadan Do'lmabog'cha tomonga qarab ketyapman-u, yetti uxlab tushga kirmaydigan xayollar og'ushidaman. Bir payt qarasam, stadionning oldidan chiqib qolibman. Xuddi qiyomat qoyim bo'lganga o'xshaydi. Demak, ko'z oldingizga keltiring bosh qahramonni. Toleim past, ya'ni baxti kulmagan, omadi kelmagan bitta odam tushkun holda ish qidiryapti, hech qayerga uni ishga olishmayapti. Ishsiz, pulsiz, kayfiyati yo'q. Hayol surib ketayotganda stadionga borib qolibdi. Bilasizki, stadion odamlar olomonga aylanib to'stapalon qiladigan joy. Atrof tevarak g'uj-g'uj odam. O'tib ketishning hech qanday iloji yo'q. Bular stadionga qandoq kirishadi? Hayronman. Girdobga tushib qolgan odamday turgan joyimda gir-gir aylanaman. Girdob bilasizki, suvga undan tortib ketadigan. Ba'zan yuqoridan bosib qolishsa, 50 qadam orqaga tashlaymiz. Orqadan surib kelishadigan bo'lsa, yana shuncha oldinga siljiymiz. Goho olomon to'rt tomondan chunonam qisib keladiki, turgan yerimda chirpirak bo'lib ketaman. Demak, ko'z oldingizga keltirdingiz, haqiqiy stadion to'stapalonchida qolib ketgan odammi? Bunda qarasam, olomonni yorib o'tishning hech iloji yo'q. Aslida-ku, bo'lar ish bo'ldi deb qo'l qovushtirib o'tirganim yo'q-u. Yo'q-a, ammo qanchalik urinib sirinsam ham kuchim yetmadi. Nazarimda katta bir o'pqonga tushib qolganman-u, buning ichidan endi hech ham chiqolmaydigandayman. Qanchalik o'zimni to'rt tomonga urib, qo'l oyog'imni ishga solmayin, baribir nafasim bo'g'ilib shu yerning o'zida asfalasofinga ketib boradiganga o'xshayman. Ya'ni asfalasofinga ketish, narigi dunyoga ketish degani. Shunaqa tiqilib ketibdi, havo ichimay odam ichida qolib ketibdiki, endi tamom bo'ldim deb o'ylayapti va shu tariqa dunyodan umidim uzib turgan edim, birdan churilgan hushtak ovozi eshitilib qoldi. O'zi ham ketib boradigan hushtak ekan shekilli, tug'ma karlarning qulog'ini ham qomatiga keltirib boradi. Ya'ni bu sarkazm kesatyapti. Hozirgina qaynab ko'pirib turgan olomon bir zumda qoq ikkiga ajralib, hushtak chalgan odamga yo'l bo'shatdi. Kim ekan bu azamat deb bundoq qarasam, o'zimizning Musa kelyapti. Demak, bilasizki, har qanday hikoyalarda odatda kirish qismi bo'ladi, keyin bitta voqea yuz berib, asosiy syujetga o'tiladi. Mana bu ham shunaqa bo'ldi. To'stapalondan shundoq hushtak ovoz bilan voqea qiziqroq bo'lishga boshladi. Musa deb qichqirib yubordim suyunib. Aslida-ku hu Musa deb chaqirsam ham bo'lardi-ya. Lekin hushtakka hurmat zo'r ekanmi menda? Hayto'g'ri undoq qilmadim. Ko'ryapsizmi? Uning mana shunaqa dadil hushtak chalganligi bosh qahramon, ya'ni shu men qo'shtirnochida ham hushyor tortirdiki, u ham Musa deya olmayapti. U ham hurmat bajo keltiryapti. Meni ko'rib Musa oldimga keldi. Qo'limdan ushlab o'zi bilan olib ketdi. Ildam yurib ketdik. Mabodo biror yerdan o'tolmay qolsak, oshdan hushtakni churillatib qo'yadi. Odamlar bir-birini yiqitib bo'lsa ham darrov bizga yo'l bo'shatishadi. Oldinda Musa, orqada men, shu tariqa stadionning eshigiga yetib oldik. Musa yana hushtak chalganida eshikda turgan bir odam buyursinlar deb bizni ichkariga qo'yib yubordi. Sport bo'yicha kattakon bo'ldingmi Musa? Bu qanday gap o'zi? Hushtak chalsang hammasiga yo'l beradigan bo'pti. Hayron bo'lib so'radim undan, biroz nafasimni rostlab olgach. Qo'yaver, parvo qilma. Xo'sh, o'zingdan gapir, qayerda ishlayapsan? Hech qayerda. 5 oydan buyon ishsizman. Erkaklarga ish yo'q. Hozir yo'l-yo'lakay shuni o'ylab kelayotgan edim. Ozroq grim qilib xotin kishi bo'lib olsam-mikin degan xayolga ham bordim. Ammo bu masalada birovni ayblab ham bo'lmaydi. Mening o'zimga ham biror xizmatchi kerak bo'lsa, g'odayib kelib, g'odayib chiqadigan erkakdan ko'ra ayol kishini afzal ko'rardim. Ko'ryapsizmi, bu bilan nima demoqchi Aziz? Balki jamiyatda
ish topish ayollarga osonroq erkaklarga qaraganda demoqchi bo'layotgandir. Balki mana shu gapni tagida ham bir kinoya bordir. Ya'ni ko'pincha ish beruvchi erkak kishi bo'lgani uchun u erkak kishini emas, ayol kishini, qarama-qarshi jins vakilini ishga olishni afzal ko'radi demoqchi bo'layotgandir. Niyatimda biror g'araz bo'lgani uchun emas, axir erkak bilan ayolning qiladigan ishi bir bo'lgandan keyin oladigan odamning chiroyliroq bo'lgani ma'qul emasmi? Loaqal husnini ko'rib yayrab o'tirasan-ku. Qarang, izoh beryapti. Hech bo'lmasa chiroyli ayolga qarab xursand bo'lib o'tirasan, u ham ish qiladi, bu ham ish qiladi, lekin ayollar chiroyliroq bo'ladi, deyapti. Bo'ldi, miyang aynab qolganga o'xshaydi. Sen ham 5 oy ishsiz yurib ko'r, keyin bilasan. Ko'ryapsizmi? Miya aynab qolibdi desam, unga aytyaptiki 5 oy ishsiz, ya'ni pulsiz yurgin. Maydonda o'yin boshlanib qoldi, ikkimiz o'yinga berilib ketdik. Futbol tugagandan keyin yana ko'chaga chiqdik. Bu gal ham Musa hushtakini cho'rillatib yo'l ochib bordi. Katta ko'chaga chiqib olgandek mashinaga o'tiramiz deb qoldi. Yaxshi-ku-ya, lekin mana shu topda mashinaga tushib bo'ladimi? Mashina yoki avtobusga chiqaman deb turganlarning keti ko'rinmaydi. Birorta mashina ko'rinib qolguday bo'lsa, tumonat odam yopirilib boradi. Endi savol bersangiz bo'ladi. Hikoyani shu yerda to'xtatib, xo'sh, qanaqa yechim bor? Albatta, yana hushtak. Hali beri bizga navbat tegmaydi. 2-3 kun yotib kutish kerak deb qo'ydim. Qo'yaver, ishing bo'lmasin. Yonimizdan g'izillab bir taksi o'tdi. Musa darrov hushtakini chalib yubordi. Hozirgina to'xtamay o'tgan taksi darhol orqaga qaytib, oldimizga ko'ndalang bo'ldi. Ikkimiz chiqib oldik. Shunisi qiziqki, shofyor mashinaga boshqa odam olmadi. Demak, odatda konsert tugasa, futbol, qanaqadir bir xalq olomon yig'ilgan joy bo'lsa, taksi bir necha odamlarni olib, bundan qulay imkoniyat sifatida foydalanib pul qilishga harakat qiladi. Lekin ularning mana shu hushtakning salobati bosdi haydovchini ham. Transport politsiyasiga boshliq bo'ldingmi, Musa? Yana hayron bo'lib so'radim undan. Damingni chiqarma degandek qo'lini labiga bosdi. Nishon toshida taksidan tushdik. Musa cho'ntagiga qo'l soldi. Pulingiz kerak emas, jon aka, shuni o'ziga rahmat, dedi shofyor bola oyog'ini tirab turib oldi. Shofyor tanishmidi? So'radim Musadan. Ko'ryapsizmi, oldiniga u sport bo'yicha boshliq bo'ldi deb o'yladi, stadionga oson kirib chiqqani uchun. Endi transport politsiyasiga boshliq bo'ldi deb o'yladi, chunki transportda osongina va tekinga yurgani uchun. Yo'q, politsiyada kattaroq ishdamisan. Yana jim bo'lish orasida qildida qo'shib qo'ydi. Mana bu joydan biror nima olib uyga boramiz. Qassoblik do'koniga qarab yurdik. Do'konning oldida odam uymalashib yotibdi, yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Hamma yoq qiy-chuv, to'polon. Yana Musaning hushtagi ish berdi. Bir cho'rillatib qo'ygan edi, hamma tinchib qoldi. Qassobning o'zi ichkaridan yugurib chiqib bizning do'konga boshlab kirdi. 1 kilo yumshoqroq go'sht kerak edi. Bosh ustiga. Yana nima? Miyadan bormi? 10 tasi yetadimi? Qassob ularni yaxshilab o'rab berdi. Musa yonidan hamyonni oldi. Mana shu joyi ham men nazarimni bejit kiritilmagan. Odam odatda miya yemaydi. Miya bormi degani ham ehtimol kallang joyidami, kalla bormi degan bir ishora bordir. Chunki miya yo'q, hech kim o'ylab ko'rmayapti. Hushtakning o'ziga ham bunga xizmat qilyapti. Musa yonidan hamyonni oldi. Xafa bo'laman, beafandim, deganicha qassob pulni olishga aslo unamadi. Masalliqlarni olib do'kondan chiqdik. Aytsang-chi endi Musa, o'zi nima gap? Yoki munitsipalitetga rais bo'lib qoldingmi? Ya'ni hokimiyatga ko'tarildingmi? Bugun ko'chada ovqatlanamiz, dedi u savolimni yana javobsiz qoldirib. Ertaga dam olish kuni. Masalliq kunimizga yaraydi. Yana biror dam olaymi? Bo'lar. Bu yerdan chiqib baqqol bilan sabzavot furushga o'chiradik. Ya'ni baqqol oziq-ovqat sotuvchi, sabzavot furush, sabzavot sotuvchi. Musa hushtagini kanda qilmadi. Ikki qo'limiz o'roqliq narsalarga to'lib ketdi, ammo 1 lira ham pul sarflaganimiz yo'q. Ya'ni turklarning pul birligi lira. Musa hushtagini cho'rillatib bitta taksi to'xtatdi. Uyga qarab jo'nadik. Mashinadan tushayotganimizda shofyorga kutib turishni buyurdi. Boshdan uylanmagan bir o'zi turadi. Qo'limizdagi narsalarni uyga qo'yib, ko'chaga chiqdik. Taksiga kutib turgan ekan, to'g'ri kazinoga qarab yurdik. Bu shofyor ham pul olmadi. Kazino bu qimorxona, bilasiz. Kazinoning ichi liq to'la odam. Musa yonidan hushtagini olib, endi chalaman deb turganda bir gal ofitsiant bilan ko'rinishdan kazino egasiga o'xshagan bir kishi oldimizga yugurib keldi. Darrov sahnadan pastroq joy qilib berishdi. Bizdan so'rab o'tirmay bir pasta stol ustida tuzab qo'yishdi. Gapirsangchi Musa, kimsan o'zi? Yo revizorlik qilyapsanmi? Endi revizor yoki biz tushunchamizni komissiya keldiramiz, tekshiruvga kelib, kamomatlarni aniqlab, shuni bosta-bosta qilib ketadiganlarda endi. Nimani so'ramay jim deydi. Bir og'iz ham javob bermaydi. Musa katta odam bo'lib ketganga o'xshaydi-yu, lekin kim bo'lib ishlayotgan ekan? O'ylab tagiga yeta olmayman. Bir payt o'yin kulgi boshlanib ketdi. Rohat qilib o'tiribmiz. Ofitsiantlar atrofimizda parvona. To'satdan orqa tomondan shovqin ko'tarildi. Mast alas odamlar yoqa bo'g'ishib ketishdi. Ish pichoqqa borib taqalay deganda Musa hushtak chalib yubordi. Hozirgina bir-biri bilan sherday olishib turgan azamatlar cho'rillagan ovozni eshitib, dumlarini qisib qolishdi. Ko'ryapsizmi? Demak, kazinoda pul bilan bog'liq joylarda tabiiyki urush janjal bo'lib turadi. Urushib ketib qolishgan edi. Mast alas ichib olgan odamlar uni ham hushtak bilan hal qilib berdi. Bu Musa tushmagur kim bo'lib ketdi ekan? Hech o'yimga yeta olmay qoldim.
200 lira atrofida yeb ichgan bo'lsa kerak deb o'tiruvdim. Kazino egasi bir chaqa ham pul olmadi. Uyga yana mashinada qaytdik. Ertasiga dam olish kuni keldi. Musa yeng shimarib ovqatga uzunnab ketdi. Men ketmoqchi bo'lgan edim, javob bermadi. Hech qayoqqa ketmaysan, dedi u. Menikida 5-6 kun yura tur, miyang ham ancha dam oladi. Uyda bir hafta qolib ketdim. Ikkovimiz rosa aylandik, o'ynab, kuldik, kayf safo qildik, lekin oshnamdan sariq chaqa ham ketgani yo'q. Qayerga bormaylik, hamisha uzatgan puli qo'lida qoladi. Hoy Musa, katta odam bo'lib ketganingni tushunib turibman, lekin amaling nima aytsang-chi, deb rosa yolvordim. Shunda ham aytmadi. Oxiri bir kuni, aytsam birovga gullab qo'ymaysanmi, deb so'radi. Aslo. So'z berasan-a? Beraman. So'z bitta-ya, bitta. Menga rosa qasam ichirtirib, birovga aytib qo'ymasligimga to'la ishongandan keyingina cho'ntagini kavlab, yonidan xushtagini oldi-da, uni o'pib peshonasiga surtdi. Hamma karomat, mana shu xushtakda oshnam, dedi u. Bir kuni Qorako'yda taksi kutib turdim. Odam ko'p, menga navbatdagi ishga ko'zim yetmaydi. Qo'limdagi zanjirli ushtagimni o'ynab, g'ijinib turganda nima ham bo'lib beixtiyor chalib yuboribman. Shu zahotiyoq bir kishi oldimga yugurib kelib salom berdi. Mening o'rnimda bo'lganda sen nima qilarding shunaqada? Hayronman. Bilasanmi men nima qildim? Tartib o'rnating o'g'lim, dedim-da indamay ketaverdim. Nariroq borib ko'rsam, ko'chadan o'tishning hech ham iloji yo'q. Yana hushtak chaldim. G'izillab ketayotgan mashinalar taqa-taq to'xtab qoldi. Ko'chaning narigi betiga bemalol o'tib oldim. Oldinga rosa hayron bo'ldim, lekin chuqurroq o'ylab ko'rsam, hushtakda chindan ham hikmat ko'p. Bizda hamma ishlar shuning amri bilan qilinmaydimi axir? Hushtak chalansa, kemalar yo'lga chiqib, poyezdlar joyidan jiladi. Ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda Aziz Nesin sarkazm qilyapti, kesatyapti, kinoya qilyapti. Bizning mamlakatda hamma narsa hushtak bilan hal bo'ladi. Ya'ni kimdir baqirib buyruq beradi va hamma unga bo'ysunadi, deyapti. Mashinalar hushtak bilan to'xtaydi. Yoqa bo'g'ishganlarni u bir zumda yarashtirib qo'yadi. Uning ovozini eshitib ba'zan odamlar tiraqaylab qochishadi ham. Masalan, hozir men uni bir churlatib qo'ysam, hamma kaklik bolasida in-iniga kirib ketadi. Ha, do'stim. Bizning yurtimizda mana hamma narsa hushtakka bog'liq ekanini men o'shanda tushundim. Shu meni hushtak boqib kelyapti, jon og'ayni, bu gapni zinhor birovga ayta ko'rma. Aks holda hushtakchilar ko'payib, mening bozorim kasod bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni do'sti hech qayerda ishlamaydi. Shunchaki hushtak chaladi, o'zini mana shunaqa ishonch bilan tutadi va hamma unga xizmat qiladi. Bu sirni boshqa odamlarga aytmaslikka so'z berganim to'g'ri, ammo yozmaslik haqida oramizda gap bo'lgani yo'q. Shunga ko'ra undan eshitganlarimni yozyapman, lekin mening ham sizlarga bitta iltimosim bor. Hozir bir gap aytaman, shuni hech kimga bildirmanglar. Musa bilan xayrlashgandan keyin men ham darhol hushtak sotib oldim. Taqsim maydonida, bilasiz, Istanbulda Taqsim maydoni bor, katta. Uning kuchini bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Chalgan xushtagim hech kimga ta'sir qilmadi-yu, lekin o'zim qamoqqa tushdim. Ertasi kuni gazetalarda mening to'g'rimda bo'lmag'ur gaplarni yozib chiqishdi. Bir firibgar qo'lga tushdi, soxta politsiyachi, muttaham qamoqqa olindi. Tepamda Xudo turibdi. Bir marta hushtak chaldim xolos. Boshqa hech qanaqa gunoh qilganim yo'q. Shundan keyin tushundimki, bizning yurtimizda hushtakka e'tiqod zo'r, ammo uni qoyil qilib chala bilish ham kerak ekan. Menga o'xshab hushtakni daq titrab chalsang, darrov joyini ko'rsatib qo'yishar ekan. E'tibor beryapsizmi? Hushtakni ishonch bilan chalish muhim. Qaltirab, qo'rqib, pisib chalsammi, chalmasammi desang, ishonishmaydi senga, deyapti. Bu sizdan iltimos qilmoqchi bo'lgan narsam shuki, hushtakni qandoq chalish kerakligini boshqa odamlarga aytib yurmanglar. Chunki churillatishni qoyil qiladiganlar uchun u zo'r tilsim. Ya'ni hikoya shu bilan tugadi. Hushtakni zo'r chala olganlar uchun bu shunday bir sehrli narsa, u katta bitta qurol, deyapti. Va keling xulosa qilamiz. Oddiy xalq amaldorlardan, mansab egalaridan qo'rqadi. Ya'ni hushtak bu qaysi ma'noda hokimiyat tepasida turgan odam. Amaldor bo'lishdan ham amaldor ko'rinish muhimroq. Ya'ni siz amaldor bo'lib oddiy ko'rishingiz mumkin va sizdan hech kim qo'rqmasligi mumkin. Va siz hech kim emas bo'lishingiz mumkin, lekin o'zingizni amaldor deb tolishingiz mumkin. Ya'ni hushtak bu yerda ramz aslida. Va uning o'rniga boshqa narsa qo'yish mumkin. Hamma millatda har xil narsa bo'lishi mumkin. Agar kim Temur xotin o'qigan bo'lsa, Temur xotinda shlyapa kiygan, galstuk taqqan ketmondasi ham kelib buyruq bera oladi, deydi. Ya'ni Sovet davrida kim boshida shlyapa bo'lsa, galstuk taqib olgan va rasmiy kiyimda bo'lsa, uni ham rahbar deb o'ylab atrofida qo'llab yugurib yurgan. Yoki Yashil Niva degan hikoya bor edi. Yashil Nivada yurgan odamlarni hamma rahbar, amaldor deb undan qo'rqqan, u bilan hisoblashgan. Va nima uchun aynan Okaxon filmini aytgan edim, Ro'yo filmida. Mana shu tahlil boshida bergan savolimga qaytib kelamiz, keling. Okaxon filmida ham u Okaxonning odami degan bir obraz yaratadi, ichkarida kabinet yasab qo'yadi va ana shu kabinet Okaxonning kimidir bo'lish uni muammolardan qutqaradi va unga qator imkoniyatlar eshigini ochadi.
bizni nima uchun aynan shu filmni misol keltirganimni tushunish uchun yaxshisi shu filmni YouTube kanalidan topib ko'ring va fikr mulohazalaringizni izohda yozib qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.